Yana qochib turaymi? Nima qilyapsiz? Havoda yo'qda. Qochib turaydi. Bunaqa narxlar O'zbekistonda 12 ta viloyatda umuman bo'lmagan. Aka, qaranglar, materiali, ustob puli, hamma narsasi ichida 1 kvadrati gipki kamenimiz bo'ladi. Narxi $7 dan. Xizmatlar vodiy bo'ylab mana shu narxlarda bo'ladi. O'zbekistonda 12 ta viloyatiga kelishilgan holatda uyda egasidan nimalar talab qilinadi desalaring, 3 mahal oziq-ovqat, yotoq joyini qilib beradi, les olib beradi, bo'ldi. Uyda egasidan hech narsa talab qilinmaydi. Devor qanday holatda bo'lishi kerak deganlar uchun tekis silliq suvoq bo'ladigan bo'lsa bo'ldi. Buni bemalol so'kilgan qisalaring bo'laveradi. O'zbekistonda 12 ta viloyatiga qanday bo'ladigan bo'lsa-lang kelishilgan holatda bo'ladi. Ko'pchilik so'rash mumkin, karchada yuvsa bo'ladimi deyishlaring uchun. Mana karchada bemalol yuvib ishlatsalaring bo'laveradi. Xizmatlar O'zbekistonda 12 ta viloyatiga garantiyasiga keladigan bo'lsak, 10 yildan 15 yilgacha garantiyalarni berishadi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastga telefon raqamini qoldiramiz. Bemalol qachib ko'rsatib, bizni kanaldan chiqarlar uchun skidka narxida qilib berishadi. Betonni qurdirib, g'isht urdirib, ustidan suvoqni qizib, ustidan nima remont qilishni bilmayapsizlarmi? 2024-25 ta trendga aylangan gipki kamenimiz bo'ladi. Ustakalarimiz Farg'onaga chiroyli qilib yopishtirib berishgan ekan. Mana shu joyimiz 200 kvadrat bo'lgan ekanlar, 1 kvadratini narxini 90 ming so'mdan qilib beryapti. O'fshi kvadrat 200 kvadrat 18 millionga tayyor bo'lgan. Buni rangi boshqa o'chib, hech narsa bo'lmaydi akalar. Bemalol karchada yuvsangiz ham bo'laveradi. O'zbekistonda 12 ta viloyatga bemalol xizmat ko'rsataveradi. Pastda telefon raqamlarini qo'yib qo'yamiz, bemalol aloqa qilib ko'rasizlar. 15 yilga garantiyali jipki kamen qanaqa qilib yopishtiriladi deydiganlarga do'stlar biz 100 kvadratga qilib berilayotgan joy kelganmiz. Buni zo'r tomoni do'stlar oddiy suvoqni ustidan ham bemalol yopishtirsalaring bo'laverar ekan. Yana buni zo'r tomoni do'stlar, xo'p, suvga o'ta chidamli bo'ladi. Ertaga mabodo oralariga chang to'laydigan bo'lsa, bemalol charchalab yuvsalaring bo'laveradi. 15 yilga duolizdan tushib ketmasligiga hamda o'z sifatini yo'qotmasligiga garantiya berishyapti. Jipki kamenda 1 kvadrati 50 ming so'mdan, usti haqqisi 25 ming so'mdan 40 ming so'mgacha joyda qarab. Bundan tashqari do'stlar, akalarimiz o'ta katta yangilik qildi. Endi buni faqat tashqi fasadga emas, uyda ichki fasadlarni ham jipki kamendan qilib berishyapti ekan. Ko'rib, bitta baho berasizlar do'stlar. Kimga shunaqa jipki kamen xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlarni qoldiramiz. Bundan tashqari firma Travertin yangiligi hozir O'zbekistonda juda ommalashyapti. Bu xizmatlar ham bor ekan. Buni 1 kvadrati do'stlar 120 ming so'mdan, usti haqqisi 50 ming so'mdan bo'ladi. Kimga shunaqa do'stlar garantiyali fasadni ishlarda xizmat kerak bo'ladigan onamlar ko'chaga suv chalsa, bu akamiz devorni yuvargan. Qaranglar do'stlar, bu nima deydiganlarga bu o'sha jipki kamen bo'ladi do'stlar. Mana nafas o'ynaysan, qaranglar, yuvilgandan keyin qanaqa tovlanib turibdi. Buni zo'r tarafi zak o'tkazmaydi, suvni orqasiga o'tkazmaydi, hech narsa bo'lmaydi. Mana shu ko'rib turgan joylarni 90 kvadratga o'sha aytib o'tganimizdek qilingan bo'ladi do'stlar. Bemalol yuvaverasizlar. Odamlar ko'chaga suv sepayotgan bo'lsa, akamiz duolini yuvyapti ekan. Bitta yuvsalaring yangidaqa bo'p qolaverar ekan. Pastda nomerini qoldiramiz. Xo'p, kvadratda 2 kamendek 50 ming so'm, usti haqqisi 40 ming so'mdan qilib berishgan. Mana shu yerda bemalol suv o'tkazmaydi, vodostochniy narsa bo'ladi do'stlar. Tavsiya qilib qolamiz, bu mramorniy fasoni bo'ladi. Pastda nomerlari bor, aloqaga chiqaverasizlar. Assalomu alaykum. Gipkamen ishimizlarni. Mana xudo xolasa o'qchilarga obyektimiz bitta. Laklash jarayoni bo'lyapti. Laklash jarayonini ko'rsatamiz.
Fasad qismi emas. Daraxtlar borligi uchun qiyin bo'lyapti olish. Qorong'ida olaveramizmi? Ay, ko'raganda.